o'ttiz bir. Uyni ham yutqazdingiz boyvachcha. Xo'sh. Uyga qachon bo'shatib berasan? Bir haftacha sabr qilib turing. Oilamga borib tushuntirishim kerak. Uy topib oilamni ko'chirishim kerak. Senga 3 kun muhlat. 3 kunning ichida uyni bo'shatib berasan. Hozir bolalar sen bilan birga boradi-da, xotiningni bu yoqqa olib keladi. Xotining 3 kun bizning mehmonimiz bo'ladi. Axir xotinimni qimorga tikmadim-ku. Xotining bizda garov sifatida turadi. Sen xavotir olma, xotiningga hech kim tegmaydi. Biz shahvatimizni qondirmoqchi bo'lsak, buncha pulimiz bilan biz eng zo'r modellar bilan ham yota olamiz. Uy nomimizga o'tgandan keyin xotiningni qaytarib olib ketasan. Uyga vaqtida bizga o'tkazib bermaydigan bo'lsang, xotiningni maydalab, organlarini sotib bo'lsa ham biz o'zimiznikini chiqazib olamiz. Tushunarli bo'ldimi? Chiqib tasha. Nomusinglar bormi o'zi? Axir erkaksizlar-ku. Qimorvozda iymon bo'lmaydi-yu, nomus nima qiladi? Sen ham iymoningni sotib shu eshikdan bu yoqqa kirdingmi? Bu yoqni qonun qoidalari boshqacha. Tushundingmi? Sirbekdan. Bo'ldi. Qalay bo'ldi? Bitirdingmi ishlarni? Ha. Bir balo odamlarni topib kelasan deysan, bir lanch-latta odamlarni. Nimasi yomon? 100 mingdan ortiq pul ko'tarding-ku. Qimorni zavqini his qilmayapman men, tushunyapsanmi? Hayajoni yetmayapti qimor. Yutqizib turgan paytingda dirs etib yutib ketadigan joyi bor-ku. Ana o'sha kayf kerak menga. Pul qiziq emas. Bir munosib raqib yo'qmi? Yo'qmi shunaqasidan topsang-chi? Menga qara. Umrida qimorda yutqizmagan bitta doda bor ekan. Lekin hozir o'ynamayotgan ekan. O'ynamasa o'ynatamiz. Sen nima qilursan? Sen o'sha dodani top. Topaman. Assalomu alaykum doda. Va alaykum assalom. Eshitishimizcha, qimorda sizga teng keladigani yo'q ekan. Sizni ustozda bir qo'lingizni ko'rgani keldik. Adashibsizlar o'g'lim. Biza hazil akam yo'l bosib kelganimiz yo'q. O'ynamasdan ketmaymiz. Qimor o'ynamayman o'g'lim. Tavba qilganman. O'ynaysiz. 1 millionga yaqin pulim bor, dollarda. Sizni joningizga qarshi tikaman. Tekinga o'lib ketishni xohlamasangiz o'ynaysiz. O'g'lim, afsuslanib qolasan. Ko'ramiz. Xush kelmadinglar. Qimor uchun dasturxon yozilmaydi. Yerda ham o'tiraveramiz. Bitta qo'l o'ynayman va bittada ochamiz. Kaç babası? 30 ta. 31. Chiqilib orqaga sevormaysanmi? Qimorda erkak o'ynaydi. Gapga javob. Yana bitta qo'l o'ynaymiz. Men senga aytayman, bir qo'l o'ynayman xolos. O'ynaysiz. Endi men jonimni tikaman. O'ttiz bir.
qimorda yutqazmaslikni hech iloji yo'q. Mana men o'yinda yutqazmasam ham, lekin hayotda yutqazdim. Meni Xudo urdi. Bolalarimdan ayrildim. Oilamdan ayrildim. Qarigan chog'imda yolg'izman, bolam, yolg'izman. Shu senga kerakmi? Qimorni oxiri shu, xorlikka olib keladi. Mana men senga misol. Bu dunyoda shuncha xor bo'ldim. Hali Xudoga qanday javobimni beraman? O'g'lim, tavba qilgin. Qaytib bu yo'lga kirma.